Keyingi savol, bolaning psixologik tayyorgarligi degani nimani tushunasiz? Demak, bolaning psixologik ruhiy tayyorgarligi quyidagicha izohlanadi. Bola ruhan tayyor bo'lsa, demak, u muhitga tez moslasha oladimi, yo'qmi? Mana buni bilishimiz kerak va qo'rqmasdan muloqot qila oladimi? Kattalarni eshita oladimi? Qiyinchiliklarga bardosh yetadimi? Qiyinchiliklarga duch kelganda ba'zi bolalar yig'laydi, ba'zi bolalar ustoz bilan hatto savol javob qilmaydi. Mana shunaqa holatlar yo'qmi? O'z hissiyotlarini boshqara oladimi, yo'qmi? Keyin xatodan qo'rqish degan narsa bor. Xato qilib qo'yishdan qo'rqish. Mana shu narsa bolada bormi, yo'qmi? Keyin agar biron bir qiyinchilikka duch kelganda yordam so'rashga botina oladimi? Mana shu narsalar xullas. Boshqalar bilan kommunikativ muloqoti, kattalarni eshita olish, ustoz bilan muloqot qila olishi, bemalol qo'rqmasdan savol bera olishi, mana shu eng katta narsa hisoblanadi. Ya'ni bola bilmagan narsasini ustozdan so'ray olishi va bundan qo'rqmaslik psixologik tayyorgarlikning eng negizi hisoblanadi. Ko'p bolalar hattoki boshlang'ich sinfni to'liq 4-sinfgacha to'liq mana shu savol berishdan qo'rqib o'tkazishadi. Ba'zan bu ustozlarni bosimi tufayli yuz beradi. Ba'zan biz ko'proq kuzatishimizga qaraganda bolalarni maktabga tayyorgarlik davrida aynan maktabdan tashqari ota-onalarni oiladagi qattiq tartiblari, qattiq nazorati tufayli shunday bo'lishi mumkin yoki maktabda ustozni bolalarga o'ta qattiq qo'lligi va bolalarni bosim bilan ushlab turish natijasida bolalar savol berishdan qo'rqishi mumkin. Lekin shuni ichida ham oilada savol berishdan qo'rqmay katta bo'lgan bola bemalol savol bera oladi. Shuning uchun bu psixologik tayyorgarlik, maktabga tayyorgarlik yoshda bu juda ham muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Savol uchun kattakon rahmat. Mana shunday savollar tufayli ko'pchilik ustozlar mana shu bilimlarni olishga erishyapti.